bolakay kirdi masjidga, o'zi edi juda ham xomush. Masjid ahli undan so'rdilar, bolajonim kelding ne yumush. Shunda bola chuqur xo'rsindi, ko'zlariga biroz olib yosh. Va bolakay javoban dedi, Allohimdan bor edi so'rash. Ayting bobo, ayting amaki, Xudo meni eshitadimi? Bu yerda kim oylasa tilak, shu tilakka yetishadimi? Dedilar, ayt ne tilaging bor. Hayron bo'lib so'z qotdi ular, chin ko'ngildan sof niyat ila. So'rasanga beradi Xudo, so'raganing beradi Xudo. Go'dak shunda qarab qiblaga, ko'z yoshlarim to'kdi yashirmay. Jajji qo'lin ochib duoga, bir narsalar edi tinmay, bir nimalar der edi tinmay. Shunda ular unga so'z qotdi, duoyingni eshitsin hamma, sen uchun ham duo qilaylik. O'tinchingni eshitsa zora, ovozini baralla ochib dedi Xudo, ey Xudojonim, duoyimni qabul qil egam, qaytar meni sen onajonim. Olamsiz men qanday yashayman, yonimda zo'r yig'laydi ukam. Aytgin Xudo nima qilayman, nahotki bu dunyo bir kam. Murg'ak go'dak zo'r qaqshab yig'lab, duosini davom qilib ber. Xudojonim, jonginam Xudo, hech bo'lmasa otam qaytib ber, otam qaytib ber. Masjidga bir tushdi sovuqlik, hech kim bir so'z kalom deyolmas. Odamlarning vujudi titrab, nechun bilmam amin deyolmas. Bir on jimib so'ngra yana u, bilmam deb ular qaytmaydi. Duolarim qabul qil egam, joylarini jannat etmaydi. Lekin erta yana qaytaman, javobingni aytasan menga. Jannatingdan joy bersang agar, o'yinchog'im beraman senga. Qo'llarini tortib bominga, ko'z yoshlarim arkanday bo'ldi. Qo'llarini qo'yib ko'ksiga, amakijon duoyim bo'ldi. Ayting Xudo meni ko'rdim, tilagimni eshitgandir. Ertaga ham kelsam maylimi, mendan jahli chiqmagandir. Bolajonim budir rahimdir, duoyimni albat eshitdi. Inshaalloh ota onangni joylarini jannatda etdi. Inshaalloh
yo'llarini jannatda etdi.